Assalomu alaykum aziz birodarlar, mana o'zgacha o'choqlarimiz tayyor bo'ldi. Juda bejirim qilib yasalgan, sizni didingizga tushadigan qilib yasaganmiz. Hattoki eshik ruchkalari ham mana gul qilingan. Keyin o'chog'imizning qalinligi 6 lilikda bo'lgan. Turbasining qalinligi ham 6 lik bo'lgan, tepa qismlari ham 6 lik bo'lgan. Xudo xolasa 15-20 yil xizmatingizni qiladi. Keyin buni eng zo'r tomoni 5 xil qozon ketadi. Hozir men shuni sizga ko'rsatib berib o'tib ketaman. Mana tepa qismini olib qo'yamiz. Xo'p, bu qismiga 16 litrli qozon tushadi. Mana zo'r tushyapti. Endi buni olib qo'yamiz. Bu kolsasini ham olamiz, mana olindi. Endi bunga 22 litrli qozon tushadi mana. Bu ham zo'r tushdi, mana cho'tki. 22 litrli. Endi 30 litrli mana. 30 litrligimiz ham juda chiroyli tushyapti. Mana 3 ta qozon bo'ldi. Endi bundan keyin 40 litrli qozonni qo'yamiz. 40 litrli qozonni qo'yishdan oldin eng katta qismini olib qo'yamiz, tepadagi kolsasini. Mana. Nima deyapti 40 litrli qozon? Zo'r tushdi, mana 4 ta qozonimiz ketdi. Endi 50 litrli qozonimiz qoldi. Mehmonlaringizga shuncha qozon ketadi, mana ko'rsatib, "Voy, zo'r ekan" deyishganda, "To'xtang" deysiz. Buni yana bir bitta funksiyasi bor deysiz. Ko'rsataman hozir. Ovqatingizni pishirdingiz, cho'qingiz bekorga ketyapti. Unga ham yechim bor. Tepadagi qopqog'ini shunday aylantirib qo'yasiz. Tortmasini olasiz. Tortmasi ham qalin staldan bo'lgan, ancha-munchaga ketmaydi. Shunday qo'yib, kulini, cho'qini olib shunday tashlaysiz. Qarasiz, shashligingiz ham tayyordi. Universal o'choq. O'zi asli 100 kilodan og'ir, juda qalin listlardan yasalgan. Yengil harakatlanaveradi. 7 yashar o'g'lingizga ham bu o'choqni olib ketsangiz, bemalol olib kelaveradi. Kimga shunaqa mahsulotlarimiz kerak bo'lsa, ekranda raqamlarimizni qoldirib ketamiz. Aloqaga chiqaverasizlar.